17, 18. Abdumali, shuncha Qodir, qattiq yuribsan ey. Hamma ishni o'zim qildim, ishni ko'rgandan kelishinglar. Men azizga kech qolib ketib qoldim. Men qara bu 25 dan ortiq qo'yib olibsizlar o'sha. Haqiqat ketayotgani muxlislar menimcha biladi ham. Bilisharmi ekan? Kommentariyada yozinglarchi, qani qanchalik bilishar ekan. Qani kommentariyaga kirib yozinglar biladiganlar. Keyin qara. Yana hadeb so'rab yotibdi-manda, mana muxlislarimiz shu 25 da emas, 30 talab emas, qanaqa yutsak bo'ladi shu. Jins ko'yotganlar xarid qilish kerak bo'ldi. Ha. Yana qo'shimchasiga hali savol berib telefon qilayotganlar bor-da. Azizlar, shunda mahsulot ustida stikeri bor, shunda o'chirasizlar, endi 400 ga jo'natib qo'yasizlar. Bor yo'g'i 2000, 3000, 4000 ga mahsulot xarid qilib, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Yangi yil arafa bola-chaqani xursand qilinglar. Qo'shimchasiga stiker jo'natib qo'yishsin. Обязательно 100 ta, 200 ta, 300 ta olib o'shani yuborish kerak degan shart yo'q azizlar. Bitta ikkita mahsulot xarid qilib, shu orqali ham 25 ta, 30 ta avtomobil yutib olishing mumkin. Mana o'zing aytgan mana. Shu tepasida bo'lgan. Hali mana 25 ta damas yutgan ishtirokchimiz nechta SMS jo'natgan? O'rtoqlar aytsam ishonmaysizlar. Bir hafta davomida 4 ta dona SMS yuborganlar. 4 dona. Shu 4 dona SMS orqali shu 25 ta damas yutib oldilar. Prosta ozgina ishonch bo'lsa bo'ldi, azizlar.